Maxtumning baxti. Shu kundan boshlab Anvarning hayotida yangi sahifa ochiladi. Ya'ni Maxtum Anvarga ilgarigicha istiqboli qorong'u bir yatim deb qaramay, balki Anvar kabi o'z o'g'li bo'lmaganiga o'kina boshlaydi. Darhaqiqat, uning o'kinishiga arziydigan chigil masalalar ham tug'iladirki, masalan, Anvar o'rta xizmatiga kirib qolsa, oyiga 5 tillo, 10 tillo naqdini daromad qilib tursa, bu mablag'lar, shunday istiqboldagi bu mablag'lar masalasi Maxtumning ichini ari bo'lib talaydir. 10 yoshdan beri o'qitib, yedirib, kiydirib kelaman. Albatta, daromad mening haqqim bo'lur deb o'ylasa ham, bu hukmidan o'zi uncha rozi bo'linqiramaydir. Har holda masala chigil. Muxlar oyimning Ra'noni Anvarga berish to'g'risidagi ahamiyatsiz so'zlari o'sha vaqtlarda Maxtumning ensasini qotirgan bo'lsa, hozir shu haqda chinlab o'ylaydigani emas, balki haligidek Anvarning baxti ochilib ketsa, nima ma'lumoti bor? Yetimlik ayb emas. Inson uchun fazli kamol lozim. Kulib turgan baxt, hojat, nasl nasabning hech ahamiyati yo'q. Ra'noning husniga har kim ham tahsin qilur. Anvar albatta yo'q emas. Bu borada mol va jonni bir qilishdan boshqa maslahat yo'q degan qarorga dafatan kelib qoldi. Maxtum biror oylar ilgari Nigar oyimga Anvar balog'atga yeta yozdi. Sen bilan Ra'noga shar'an nomahram undan qochishlaring lozim degan bo'lsa ham, bu buyruq hozirgacha amalga oshmagan edi va bundan keyin ham amalga oshmaydigan bo'ldi. Zero Maxtumning fikricha, Anvarga og'ir tuyulish ehtimoli bor edi. Anvar Muhammad Rajab Poygachi tarafidan belgilangan bir muftida hisob, insho, tahrir qoidalarini o'rgana boshladi. Maxtum ham jon otib arab va forsiydan ta'limni kuchaytirdi. Anvar 1 yil ichida hisobni o'rgandi va boshqa darslarida ham yaxshi muvaffaqiyat qozondi. Ham shu ko'klamdan e'tiboran har kun o'rdaga borib, Muhammad Rajab Munshiy qo'l ostidagi mirzolar yonida daftardorlik, nomanavislik usullarini tajriba qila boshladi. 1 yil chamasi maoshsiz tajriba ko'rdi. Shunda ham hafta sayin Muhammad Rajabek o'z kissasidan 3-4 tanga choy puli berib turar edi. Anvar shu arzimagan 3-4 tangani ham Maxtumning qo'liga keltirib berar va hafta sayin o'ziga ustozining umidini kattaroq bog'latib borar edi. Anvar 1 yillik tajribada o'rdadagi daftardorlik, forsiycha va turkcha nomanavislik hunarlarini tamoman deyarli o'rganib, tajribalik mirzolar qatoriga kirdi. Sarmunchiyning og'zidan chiqqan ma'noni tartibga solib noma, yorliq yoki boshqacha bir taskirani tahrir qila olar. Mirzolar jumlani g'alat ifoda qilib, Sarmunchiydan aksar tanbeh eshitganlarida Anvar bunday tanbehga juda siyrak uchrar edi. 2-yildan boshlab 7 tilla mahona bilan maoshliq mirzolar qatoriga o'tdi. Mahonadan tashqari soliqlardan ham darxonlik qog'ozi oldi. Soliqlardan darxonlik Maxtumning ro'zg'origa katta yengillik edi. Chunki so'nggi yillarda xonlik tomonidan xalq ustiga tushgan va tushib turgan soliqlar behad to'lab bo'lmaslik edikim, bu haqda kelasi boblarimizda so'z bo'lur. Shu xursandlik barobarida 1-oyning 7 tillosi yaxlit holda Maxtumning qo'liga tegishi go'yo to'y ustiga to'y edi. Domlaning 7 tilloni olg'indagi holini tasvir qilish albatta qiyindir. Ko'zlari g'ilaylashgan, aftida qiziq o'zgarish ko'rilib, og'zining tanobi uzoq sayohatni ixtiyor qilgan. Habba, bosiling durust Anvar bolam, lekin pulga ehtiyot bo'l bo'tam degan edi. 7 tilloning qo'ldan chiqish xabari Nigar oyimning qulog'iga yetishgach, Anvardan ranjidi. Hamma pulingni domlangga chakki beribsan. Anvar, ust-boshingni, ko'rpa yostig'ingni ortib qolsa, Ra'no ukangning ustini tuzatishing kerak edi. Domlang tuflab tugishdan boshqani koshki bilsa edi. Maxtum 7 tillo naqdinani olib qachon shodlangan bo'lsa, o'shanchalik tashvishga ham tushdi. Uning fikricha zamona yomon. Buzuqlar benihoyat mumkinki Anvarni o'zidan aynatib, og'zi oshga yetganda boshini toshga tegdirsalar. Ra'noni Anvarga nikohlab boshini bog'lab qo'yaymi deb o'yladi. Biroq Ra'no hali 11 yoshda edi. 2 kun Anvar ishdan qaytib kelgach, Maxtum uni bog'chaga olib kirdi. Bog'chadan kungay ham ko'krak bir o'rinni ko'rsatdi. Ana shu yerga senga atab bir uy, bir ayvon, oshxona va
Ahtaxonasi bilan imorat solsam deyman. Habba Anvar deb so'radi. Anvar kuldi. Imoratga 50 tillodan kam pul yetmaydir. Mening bo'lsa bir pulim yo'q. Bo'ladirg'ani ham fotiha berguningizcha albatta sizniki va oyimlarniki dedi. Habba himmatingga deb yubordi Maxtum. Albatta-ku shunday va lekin o'sha niyatlaringdan keyin boyag'ida alohida pul yig'sang deyman-da. Albatta bu gap 3-4 yilsiz emas-da. Shu vaqt Ra'no narida bola ko'tarib turar edi. Maxtum Ra'noni o'z yoniga chaqirib, unga ham haligi o'rindagi ko'rsatdi. Habba, mana shu yerga Anvar akangga uy solib beramiz Ra'no. Bu senga qalay o'xshaydir qizim? Ra'no otasining so'ziga tushunmadi. Anvar akamning yotadirg'an mehmonxonasi bor-ku dedi. He, bolasan qizim, bolasan deb kuldi Maxtum. Anvar akang tokay mehmonxonada yotadi deysan. Axir bir kun uylanadi. Bamisoli sen bo'lsang erga tegasan. Axir uy kerak-da qizim. Bu so'zdan Anvar qizarib ketdi. Ra'no Anvarga qarab oldi va dadasiga achchiq qilgan kabi burilib ichkariga jo'nadi. Maxtum Anvarga ustalik bilan bir ma'noni anglatib, ta'minot berganidek buzuqlarning vasvasasiga qarshi dam ham solgan edi. Bu dam solish Anvarga ham ta'sirsiz qolmadi. Shu kungacha Ra'noning yosh mas'um husniga umidsiz qaraydirgan bo'lsa, bundan keyin unga umid va istiqbolning shirin xayollari bilan termuladirgan bo'ldi. Maxtum o'zining chekkan tashvishida haqli bo'lib chiqdi. Anvarning tevaragida xolis maslahatgo'ylar ham ko'rinishib qoldilar. Ayniqsa bu xolislardan biri pochchasi edi. Pochchasi 7 tillo daragini eshitib entikdi. Erining tazyiqi ostida Nodira ham kengashga turdi. Pochchang bizning hovliga kelib tursin, o'zim uylantirib qo'yaman deydi. Anvar boshqalarning kengashiga quloq solmaganidek opasining so'ziga ham iltifot qilmadi. Maxtum javob bermaguncha bu uydan ketmasligini bildirib, faqat pochchasiga yordam berib turish va'dasi bilan opasini tinchitdi. Anvar 2-oy maoshidan 3 tilloni o'zida qoldirib uyga kiyim-kechak olish uchun uzr so'ragan edi. Maxtum shu ish chakkida bolam, xayr bundan so'ng shu noma'qulchilik bo'lmasin deb arang ko'ndi. Anvar Nigor oyim, Ra'no va o'ziga kiyimliklar sotib oldi. Nigor oyim shol-par, Ra'no atlas kiydilar. Nigor oyim Anvarning pinjiga kirib olib, o'z yo'liga sola boshladi. Maoshining hammasini Maxtumga bermaslikka, shunga o'xshash kam ko'slarga ham yaratib turishga undar edi. Anvarning andishasini rad qilib, har qancha bersang ham dadasi olaveradir, lekin berganingni sen bilan bizga missi ham yo'qmas. Shunday bo'lgandan keyin ishni o'ylab qilish kerak der edi. Chunki Nigor oyim erining Anvarga qattiq botina olmasligini sezar edi. Shunday bo'lsa ham Anvar 7-8 oygacha topganini Maxtumga berib duosini olib turdi. Lekin Maxtum shunchalik daromad bilan ham eski tabiatini bir zarra o'zgartmas, hamon eski tos, eski hammom. Har kun suyuq osh, xudoyorlik qilgan kun ozodlikning palovi. Shunda ham Anvar kech kelib sovigan oshni yer, uyda issiq non yopilmas, hamisha panshanba kun yeyilgan non suvi qochib taraqlab kelasi panshanbagacha kafolatni o'z ustiga olar edi. Bora-bora Anvar ham bu holdan siqilib, Nigor oyimning kengashicha ish qilmoqqa majbur bo'ldi. Oltin berib quruq duo va minnatdorchilik olishdan duosiz yeb ichishni a'lo ko'rdi. Uyga go'sht va boshqa masalliq olib berib, xohlagan taomini buyurib turdi. O'zi yaxshi kiyinganidek Nigor oyim Ra'nolarni ham yaxshi kiyintirdi. Nodira opasiga, jiyanlariga kiyimlar olib berdi. 2 tilloni Marg'ilonda og'rib yotgan mo'hlar oyimga sovg'a salom qilib yubordi. Bu o'zgarish Maxtumni dovdiratib qo'ydi va qo'rqapsa, bu oy xarojablabsizmi bolam deb so'ragan edi. Kam ko'slarni tuzatib oldik degan javobni berdi. 2-oyda ko'rpa yostiqlarni tuzatib, Maxtumning ko'zi to'rt bo'la bergach, 2 tilloliq xolis duo ham olib qo'ydi. Lekin Maxtum bu holdan ancha shoshgan edi. Biror shayton yo'ldan ozdirdimi deb astag'firulloh o'qir edi. Anvarning eskicha ochiq yuz bilan muomala qilib, faqat naqdina vajhidangina dam olib qolishi, topganini bemaza ovqatlarga, kiyim-kechak va boshqa behuda moliyanilarga sarf qilishi Maxtumni ko'p taranglikka solgan edi. Bo'tam Anvar, dedi bir kun Maxtum. Dunyo degan ko'p noyob narsa. Kishining bir kuni bo'lsa, yig'lab siqtab o'tib ketaveradir. Illo zar qadriga yetish kerak. Menda bo'lsa, o'zingda turgandek gap bolam.
Bunday muassir nasihatlar ham Anvarga kor qilmadi, chunki Nigar oyim va Ra'nolar bilan bu to'g'rida qat'iy bitishib qo'ygan edi. Shu bilan birga Maxtumning oylik vazifasini 2 tillodan ham kamaytirmadi. Inson har narsaga qobil. Bora-bora Maxtum shunga ham qanoat qiladigan bo'lib, hisob-kitobni esidan chiqardi. Biroq oy sayin 2 tilloni olganda qolgani to'g'risida biroz yuragi achishib qo'yar edi.